Keling, bitta haqiqatdan boshlaylik. Siz bir kuni o'tirib, ingliz tilidan 10 tacha so'z yodladingiz. O'sha kuni hammasi yodingizda. Apple, water, book, bemalol aytasiz. Bir hafta o'tadi. Birov so'rab qoladi. Suv inglizchada qanday edi? Va siz jim qolasiz. Miyangizni qancha qidirmang, yo'q. So'z g'oyib bo'lgan. Go'yo uni umuman yodlamagandeksiz. Va aksariyat odam o'sha payt o'zini ayblaydi. Ichida deydi, menda xotira yo'q, yodimda qolmaydi, til o'rganish men uchun emas ekan. Mana shu yerda to'xtaylik. Chunki bu xulosa noto'g'ri. Siz qobiliyatsiz emassiz, xotirangiz buzuq emas. Aslida miyangiz aynan o'ziga buyurilgan ishni qilyapti. Va men bu darsda buning nega shunday bo'lishini, eng muhimi, uni qanday qilib butunlay teskari aylantirishni tushuntiraman. Bitta tizim bor. Uni bir marta tushunsangiz, keyin nimani o'rgansangiz, til bo'ladimi, hunar bo'ladimi, hatto Qur'on bo'ladimi, o'sha bilim xotirangizda mustahkam qoladi. Keling, boshlaymiz. Avval bir olim haqida gaplashaylik. Bundan 130 yildan oshiq vaqt avval Germaniyada Hermann Ebbinghaus degan olim yashagan. U g'ayrioddiy bir tajriba o'tkazgan. O'z xotirasini sinab ko'rmoqchi bo'lgan. Bir to'da ma'nosiz bo'g'inlarni yodlagan, so'ng kunma-kun o'zini tekshirgan. Shulardan qanchasi yodimda qoldi? Bir kundan keyin qancha? 3 kundan keyinchi? Bir haftadan keyinchi? Va o'lchagan natijalarini qog'ozga tushirganda bitta egri chiziq hosil bo'lgan. Bugun butun dunyo uni unutish egri chizig'i deb ataydi. Endi o'sha chiziq nimani ko'rsatishiga e'tibor bering. Siz bugun bir narsani o'rganasiz. Chiziq tepada, mananda turadi. Hammasi yodingizda. Lekin ertasiga unga qaytib murojaat qilmasangiz, chiziq pastga keskin tushadi. Atigi bir kun ichida o'rganganingizning deyarli yarmini unutasiz. Yarmini. Bir hafta o'tsa, qo'lingizda deyarli hech narsa qolmaydi. Ana shu sizning kamchiligingiz emas. Bu hammaning miyasida shunday kechadi. Ebbinghausda ham shunday bo'lgan. Menda ham, sizda ham. Bu qonuniyat. Xuddi suv pastga oqqani kabi, tabiiy qonuniyat. Endi eng muhim savol, nega miya shunday qiladi? Nega o'rgangan narsamizni shunchaki uloqtirib tashlaydi? Buning sababi aslida juda oqilona. Sizning miyangiz har kuni minglab tasvir va tovushni qabul qiladi. Ko'chadagi mashina rangi, yo'lda uchragan odamning yuzi, telefonda o'tib ketgan video. Agar miya bularning barchasini saqlab qolsa, u to'lib ishlamay qolardi. Shuning uchun miya doimo tozalab boradi. U o'zicha bir hisob-kitob qiladi. Bu narsa egasiga kerakmi yoki kerakmasmi? Va miya buni qanday hal qilishni bilasizmi? Uning juda oddiy mezoni bor. Agar siz bir narsani o'rganib, keyin unga qaytib murojaat qilmasangiz, miya shunday xulosa chiqaradi. Egam buni bir marta ko'rdi, lekin qaytib qaramadi. Demak, kerak emas, o'chiraman. Va so'z o'chib ketadi. Miya buni sizga yomonlik qilish uchun emas, aksincha, yordam berish uchun qiladi. U joy bo'shatadi. Faqat bir narsani bilmaydi. O'sha so'z sizga kerak edi. Siz unga buni bildirmadingiz. Mana, endi tizimning o'ziga keldik, eng muhim qismiga. Agar unutish, qaytib murojaat qilmaganingiz sababli ro'y bersa, yechim ko'rinib turibdi. Qaytib murojaat qiling. Lekin shoshmang. Bu yerda bitta nozik jihat bor va aynan o'sha jihat hamma narsani hal qiladi. Gap shunchaki ko'p marta qayta o'qishda emas. Gap qachon qaytishingizda. Bu usulning nomi bor. Inglizchada spaced repetition deyiladi. O'zbekchada oraliqli takror. Mohiyati shu. Siz o'rgangan narsangizni eng kerakli daqiqada qaytarasiz. Aynan uni unutay deb turgan paytda. Tasavvur qiling. So'zni o'rgandingiz. Ertasiga uni unutay deb turibsiz. Mana shu payt unga qaytsangiz, miya o'ziga keladi. Bu so'z yana keldi. Demak, kerak ekan. O'chirmayman. Va u so'zni biroz chuqurroq saqlaydi. Endi eng nozik jihati. Siz har safar to'g'ri paytda qaytarganingizda, o'sha unutish chizig'i pastga kamroq tushadi. Ya'ni, keyingi safar uni unutishingiz uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun oraliqlar asta-sekin o'sib boradi. Mana aniq jadval, yozib oling. Bugun o'rgandingiz. Ertaga bir marta qaytaring. So'ng 3 kundan keyin, so'ng 1 haftadan, so'ng 2 haftadan, so'ng 1 oydan. Hammasi bo'lib 1 oy ichida 6-7 marta qaytarish shu yetarli. E'tibor bering. Bu yerda kuchingiz emas, vaqtingiz hal qiladi. Boshida oraliqlar zich, deyarli har kuni. Keyin ular kengayadi. Hafta, oy. Nega?
Chunki har bir to'g'ri takror chiziqni yaslashtiradi. Birinchi marta bir kunda yarmini unutardingiz. 4-5 takrordan keyin esa bir oy o'tsa ham chiziq deyarli tushmaydi. O'sha so'z endi butunlay sizniki. U xotirangizga mustahkam o'rnashdi. Bir oy ichida 6-7 marta to'g'ri takrorlagan odam o'sha so'zni 20 yildan keyin ham eslab qoladi. Bir kechada o'tirib 100 marta takrorlagan odam esa ertasiga uni unutadi. Endi muhim bir tushunchani aniqlashtiraylik. Qaytarish deganda nimani tushundingiz? Ko'pchilik ro'yxatni ochib, yana ustidan o'qib chiqishni tushunadi. Ko'zi bilan yugurib o'tadi. Apple olma, water suv, book kitob, o'qiydi va baribir unutadi. Nega? Chunki bu qaytarish emas, bu o'zini aldash. Siz o'qiganingizda mayangiz, "Ha, buni bilaman, tanish-ku" deydi. Lekin biron narsa tanish bo'lishi boshqa, uni xotiradan eslab chiqarish butunlay boshqa narsa. To'g'ri usulning ham nomi bor. Inglizchada active recall, o'zbekchada faol eslab chiqarish. Mana qanday qilinadi. Siz so'zlarni yopasiz, ularga qaramaysiz va o'zingizdan so'raysiz. Suv inglizchada qanday edi? So'ng javobni xotirangizdan tortib chiqarishga harakat qilasiz. Ana o'sha xotiradan tortib chiqarish haqiqiy kuchni beradigan harakat. Ba'zi g'ayrioddiy bir qonuniyatni aytaman. Diqqat qiling. Qiyinchilik bu zarar emas, bu foyda. Eslay olmay qiynalganingiz, miya zo'riqqani, aynan o'sha narsani mustahkamlaydi. Agar javob osongina, hech qiynalmasdan esingizga tushsa, foydasi kam. Qancha ko'p qiynalsangiz, bilim shuncha chuqur o'rnashadi. Oddiygina o'qish, bu ko'ngga tashqaridan qarab turish. Eslab chiqarish, bu ko'ngga kirib, o'z qo'lingiz bilan kavlash. Shuning uchun avval yopib, eslab ko'ring. Eslay olsangiz, a'lo. Bilim mustahkamlandi. Eslay olmasangiz, endi qarab oling. Mana shu safar u chinakamiga yodingizda qoladi. Qiynalganingiz mag'lubiyat emas, aynan yutug'ingiz. Endi buni tirik misolda ko'raylik. Aytaylik, bir kuryer bor. Kun bo'yi yo'lda, telefonida buyurtma. U ingliz tilini o'rganmoqchi. Eski usul bilan u nima qiladi? Kechqurun o'tiradi, 10 tacha so'zni oladi, 20 marta ustidan o'qiydi. Bo'ldi, yodladim deydi. Uxlaydi. Ertasiga bittasi yodida, 9 tasi yo'q. Yana boshidan, yana 20 marta, yana unutadi. Bir oy shu zaylda qiynaladi. So'ng menda iqtidor yo'q ekan deb tashlab qo'yadi. Tanish manzara, shunday emasmi? Endi o'sha kuryerni Ebbinghaus usuliga o'tkazaylik. O'sha 10 so'z. Bugun o'rganadi, buyurtma kutib turganda yopib, o'zidan so'rab ko'radi. Ertaga yana bir marta, yopib, eslab. 3 kundan keyin yana bir marta, so'ng 1 haftadan, 2 haftadan, 1 oydan. Hammasi bo'lib o'sha 10 so'zga sarflagan vaqti kuniga 2 daqiqa. 1 oyda jami balki 15 daqiqa. 20 marta o'qish o'rniga 6-7 marta to'g'ri eslab chiqarish. Natija o'sha 10 so'z umrbod uniki. Eski usulda 1 oyda 0 natija. Yangi usulda 10 so'z butun umrga. Mana butun farq shu. Va shuni alohida ta'kidlayman. Bu qonuniyat faqat ingliz tiliga taalluqli emas. Hunar o'rganyapsizmi? Payvandchilik, mashina ta'miri, dasturlash bo'ladimi? Aynan shu qonuniyat amal qiladi. Qur'on yodlayapsizmi? Qorilar asrlar davomida aynan shu usulda yodlashgan. Bugun, ertaga, so'ng oraliqni kengaytirib boradi. Ular Ebbinghausni o'qimagan, lekin tabiat qonunini amalda topgan. Miya bitta, qonuniyat ham bitta. Nimani o'rgansangiz ham, unutish egri chizig'i o'sha, demak davosi ham o'sha. Endi ochig'ini aytishim kerak. Bu usul to'g'ri va isbotlangan, buni hech kim inkor etmaydi. Lekin uning bitta jiddiy qiyinchiligi bor va aynan shu qiyinchilik tufayli ko'pchilik usulni tashlab qo'yadi. Qiyinchilik usulning o'zida emas, uni har kuni qo'lda yuritishda. O'ylab ko'ring, bugun qaysi so'zlarni takrorlash kerak? Kechagisi qaysi edi? 3 kun oldin nimani o'rgangan edingiz? 1 hafta oldin nimani? 10-20 so'z bo'lsa, bir amallaysiz. Lekin 100 ta, 1000 ta so'z, o'nlab dars to'planganda, qaysi biri bugun, qaysi ertaga, qaysi bir haftadan keyin muddati kelishini qo'lda kuzatib borish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Va e'tibor bering. Odamlar usul ishlamagani uchun emas, aynan shu kundalik hisob-kitobni olib borish charchatgani uchun voz kechadi. Usul to'g'ri,
lekin uni qo'lda yuritish chidab bo'lmas darajada og'ir. Mana shu biz hal qilgan muammo. Endi sizga dasturimiz nima qilishini aytaman. Ortiqcha so'zsiz. U har bir so'zni, har bir darsni siz aynan unutay deb turgan o'sha daqiqada o'zi oldingizga chiqaradi. Siz hech qanday oraliqni hisoblamaysiz. Buni dastur sizning o'rningizga bajaradi. U faol eslab chiqarish usuli asosida ishlaydi. U so'raydi, siz xotirangizdan eslab chiqarasiz. Ya'ni o'sha kuch beradigan harakatni o'zi tashkil qiladi. U sizning xotirangizga moslashadi. Oson eslagan so'zlaringizni keyinroqqa suradi. Qiynalgan so'zlaringizni esa tezroq qaytaradi. Barcha tillar, barcha kurslar, barcha texnikalar hammasi bitta joyda. Sizdan talab qilinadigan yagona narsa kuniga bir necha daqiqa dasturni ochib, u bergan topshiriqni bajarish. Eng og'ir ishni, qaysi bilim qachon muddati kelishini hisoblashni tizimning o'zi zimmasiga oladi. Boshqacha aytganda, dastur qo'lda yuritish og'ir bo'lgan to'g'ri usulni oson kundalik odatga aylantiradi. Va men buni sizga shunchaki sotmoqchi emasman. Shuning uchun ochig'ini aytaman. Bu usul men o'ylab topgan narsa emas. Bu 130 yildan beri o'rganilgan, Lips isbotlangan dunyodagi eng samarali yodlash usuli. Biz uni o'ylab topmadik. Biz uni sizning cho'ntagingizdagi telefonga joyladik xolos. Istasangiz, oraliqli takrorni qo'lda ham yuritishingiz mumkin. U bepul usul. Dastur faqat o'sha og'ir ishni, hisob-kitobni o'z bo'yniga oladi. Siz esa faqat asosiy ishni qilasiz. Yopib, eslab ko'rasiz. Endi yana bir muhim gapni aytishim kerak. Ehtimol siz hozir o'ylayapsiz. Men buni eplay olmasam kerak. Yoshim o'tib qoldi. Miyam o'tmaydi. Bu ham noto'g'ri. Iqtidor tug'ma narsa emas. U qurib olinadigan narsa. Hech kim tilni yoki hunarni bilgan holda tug'ilmaydi. Buni faqat to'g'ri tizimda mashq qilgan odam egallaydi. 40 yoshli kuryer ham to'g'ri tizimni topsa, 20 yoshli talabadan tezroq o'rganishi mumkin. Chunki gap miyaning yoshida emas. Gap to'g'ri paytda, to'g'ri usulda takrorlashda. Tizimi bor odam iqtidorli ko'rinadi. Tizimi yo'q odam esa menda qobiliyat yo'q deb o'zini ayblaydi. Aslida unga qobiliyat emas, tizim yetishmagan. Mana, biz bugun nimani o'rgandik? Unutish sizning aybingiz emas. Bu miyaning tabiati va uni yengadigan tizim bor. O'rgangan narsangizni o'sib boruvchi oraliqlarda bugun, ertaga, 3 kun, hafta, oy yopib, eslab takrorlaysiz. Bir oyda 6-7 marta, shu xolos. Ana shu butun kursimizning markaziy g'oyasi. Bu indijini boshlanishi. Keyingi darslarda biz har bir g'ishni alohida qo'yamiz. Diqqatni qanday jamlash, charchamasdan o'rganish, uyqu va tana xotiraga qanday ta'sir qilishi va nihoyat hammasini birlashtirgan to'liq tizim. Lekin bilimni amalga aylantirish uchun hoziroq bitta kichik ish bajaring. Telefoningizni qo'yishdan oldin 5 ta yangi narsa oling. Nima bo'lsa ham. Ingliz tilidan so'zmi, hunardan bir qoidami, bir oyatmi, bugun yodlang. Va ertaga aynan shu vaqtda yopib o'zingizdan so'rang. Yodimdami? Agar yodingizda bo'lsa, tabriklayman. Siz unutish egri chizig'ini birinchi marta yengdingiz. Mana shundan boshlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.